Germaniyada avtobus poyezdda kechikadimi deganlarga albatta bu normal holat. Mana men ostanovkada 17:22 da avtobusni haligacha kutyapman. Soat 17:30 bo'ldi. 8 minutdan beri kechikyapti. Bu absolutno normalni. Oldin ham shunaqa kechikkan va hozir men shaharga borib aylanib kelaman. Sizlarga ham ko'rsataman. Hammaga assalomu alaykum. Bu videoda siz nimani ko'rasiz? Biz birga bugun shahar aylanamiz, magazinlarga kiramiz va qaytib kelamiz. Qaranglar qanaqa chiroyli havo, mana quyosh botyapti. Shuning uchun bugun peshkom yurishga qaror qilib, avtobusda shaharga boraman va u yerda parfumerniy magazinga kirib, bir ikkita o'zimga tugagan narsalarimni olib, yana qaytib kelaman. Mana ko'rib turganingizdek, avtobus uchun 10 yevro oldim. Bir tomonga avtobus 420 yevro. Bu har bir shaharda har xil bo'lishi mumkin. Mana soat 17:32 va avtobus endi kelyapti. Rovna 10 daqiqaga kechikdi. Men keldim, mana hozir magazinga peshkom yuraman, где-то 1,5 kilometr. Lekin avtobusga chiqqanimda shunaqa qo'pol gapirdi avtobuschi, o'zi 10 minutga kech qolgan. Bu birinchidan, ikkinchidan avtobusning raqami o'zgargan ekan. Men bilmagandim. Keyin men undan so'radim. Shu ostanovkagacha boradimi deb, to'g'ri katta qilib yozib qo'ygan. Endi men ikkilandim-da, bu odam ikkilanadi-yu, har doimgidek avtobusda chiqadi-da, lekin avtobusning nomeri o'zgarib qolgan bo'lsa, keyin shunaqa deb, assalomu alaykum, men shunaqa ostanovkaga boradimi desam, yozib qo'ygan-ku, ko'rmaysanmi dedi. Tushunmay qoldim-da, birinchi gapim to'g'risi, endi tushib ketmoqchi edim. Yozilgan dedi. Dedim, keyin miyam ko'rdi. Keyin yana chiqdim-da, ha, xo'p dedim-da, pulini berdim. Lekin shunaqa muomalasi yoqmadi. Mayli dedim. Anchadan beri prosta avtobusga chiqmaganim uchun nomeri o'zgarganini bilmagan ekanman. Shunaqa qilib, mana shaharga kelib oldim. Endi borib magazinga kirib, o'zim kerakli narsalarni olsam bo'ldi. Hozir sizlarga ham ko'rsataman atrof qanaqaligini. Xo'p, mana bu yerda Bahnhof poyezd yuradigan joy. To'g'risida chiroyli mehmonxona va men to'g'riga borib chapga yurib ketishim kerak. Kech tushib qoldi уже. Soat 6 bo'ldi. Menga shunaqa havoda bitta o'zim aylanib yurish juda ham yoqadi. Sizlarga-chi? Havoni zo'rligini qattan bilsanglar bo'ladi, deymi? Bitta dona men sportivkada chiqaman, ustimda hech nima yo'q. Mana sumka olganman, bo'ldi. Men shunaqa havoni juda yaxshi ko'raman. Ayniqsa bitta o'zim hech kimsiz peshkom любой joydan prosta tak yurishni yaxshi ko'raman. Quloqimga naushnik tiqib olib, ashula eshitib yursam mazza qilaman. Sizlarda qanaqa? Lekin hozir naushnik esimdan chiqib qopti, hech chiqisi yo'q. Baribir men atrof muhitda chiroyliligini tomosha qilib, havodan zavqlanib yuribman. Shunaqa gaplar. Yetib keldim. Mana menga bu do'konni eng yoqadigan tarafi, bu yerda hamma narsa bor. Xohlagan parfumeringiz bor va eng yoqadigan tarafi, xohlagan parfumerinizga tester qilib qo'ygan. Любой mana tonalniyni necha raqami, ochmi, to'qmi, o'rtachami, har birini bitta ochib qo'ygan. Har birini xohlagancha surib ko'rasiz. Pomada ham xuddi shunaqa. Menga eng yoqadigan tarafi shunaqa. O'zim ham parfumerniy magazinda ishlaganman, lekin tester, probniy anaqa tonalniy krem, pomadalar yoki duxilarni har biridan ochib qo'ya olmasdik. Bu nevyugodne bo'lardi. Eng xadovoy bitta rangini ochib qo'yardik, bo'ldi. Albatta hamma narsani men bemalol aynalab surib chiqaveraman-da. Menga eng yoqadigan tarafi shu. Kelinglar endi birga kiramiz. Xo'p, kirgandan eng yoqadigan ajal menga mana shu.
Hozir men ham shunaqa savatcha olib oldim va boshlayman. Bu yerda atirlar. Bu yerda kipriklar. Bu yerda man. Ko'rib turganingizdek, juda ham kattadek. Har birini ko'rsataman desam, vaqtim ham o'zim ham jinni bo'lib qolsam kerak. Hamma joyini ko'rsataman deb. Menga kerakli narsani ko'rsataman hozir. Mana ko'rib turganingizdek, necha xil tonalniy krem bo'lsa, har biriga tester bor. Bu yerda ham 4 xilmi? 4 xil ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. 10 xilmi? 10 xil ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. DMga kirib, mana kerakli kosmetikalar olib oldim. O'zi xayolimda faqat tonalniy krem olib chiqib ketaman deb o'tdim. Lekin mana qo'limga shuncha narsa chizib ko'rdim. Ko'zimga podvodka ham olish esimga tushib ketdi. Lekin yana bir ikkita narsalar oldim. Ularni keyin ko'rsataman. Lekin hozir avtobusning yarim soatdan keyin kelishini bilib, McDonald'sga kirdim. Yengil free bilan bitta dona burger oldim. Endi shularni yeb, tezgina yana orqamga qaytib ketaman. To'miz avtobusim o'tib ketadi. Olganlarimni ham sizlarga ko'rsataman. Hozir ko'rsatmoqchi edim, lekin qarasam vaqtim bo'lmas ekan. Turmush o'rtog'imga aytib berdim avtobus masalasini. Meni shunaqa urishib berdi. Katta qilib yozilgan deb aytdi, shofyor deb aytib berganda rosa jahllari chiqdi. Telefon qildilar, telefonda gaplashdik. Rosa jahllari chiqib, men bo'lganda o'zini urishib berardim dedilar. Rostdan ham-da, chunki ayb yo'q-u. Ayb ish qilmadim, prosta so'radim. Prosta o'shga boradim deb so'radim. Men hech qanaqa yomon lishli gap gapirmadim unga. Bunda o'ylab qarasa rostdan ham. U menga shunaqa gapirishadi. Lekin keyin kayfiyatim ko'tarildi. Turmush o'rtog'im meni o'rnimga urishib berdilar. Telefonda gaplashganimizda men o'zim urishib berardim. Asal anaqa ekanda, tomi joyida emas ekanda. Anaqa kayfiyat bo'lmasa senga kayfiyati yo'q bo'lsa senga sochib olganda hamma alamini dedilar. Rostdan ham aniq shunaqa bo'lgan. Zato men shuncha o'zimga kerakli kosmetika, uxodovay kosmetikalarimni olib, yanada kayfiyatimni ko'tarib, bo'ldi, bugunga endi sekin tugatib, kunimni uyim taraf ketyapman. Avtobus 10-15 minutda keladi. Pashti kelib qoldim. Keyin uyga borganimda men sizga nima olganimni ko'rsatib beraman. Men uyga keldim va turmush o'rtog'im meni kutib oldilar. Juda ham kech bo'lib ketdi. Ostanovkada kutib oldilar. Juda ham xursand bo'lib ketdim. Endi sizlarga DM magazinidan nima olganlarimni ko'rsatib o'taman. Birinchi o'rinda mana shunaqa serum oldim. Balea bu Germaniyaning o'zini brendi. Serum для лица. Увлажняет qiladi, yumshatadi yuzni va namlantiruvchi krem. Serum, krem emas. Keyingisi podvodka, mana bunaqa Art Deco'dan podvodka, mana qo'limda chizib, millionta podvodkalarni chizib, oxiri shuni tanladim. Hozir uchini ham ko'rsataman sizlarga. Qanaqa podvodkaligini. Mana o'zim mamani tanlagandim, mama qop-qora chizadiganini tanlagandim, lekin tushunmay qoldim. Testerida qop-qora chizgandi. Hozir olganimda jona qop-qora chizmayapti, lekin yomon emas, chunki mana hozir chizdim, mana o'chib ketmayapti. Menga muhimi o'chib ketishi kerak emas 1-2 soatdan keyin. Yaxshi kun bo'yi turib bersa bo'ldi. Keyingisi Vittan mana shunaqa sugaring. Ayol qizlarimiz buni tushunadi. Keyingisi yana Vittan, bu faqat yuz uchun, faqat yuz uchun. Meni yuzim juda ham bunaqa nozikmi, qanaqadir ozgina nitoq qilsam srazu ugrilar toshib ketadi. Shuning uchun men Vittikini olib yuraman. Keyingisi mana bunaqa kiprik bilan qosh o'stiradigan narsa. Buni bir oydan keyin men sizlarga yana qaytib aytaman, yaxshimikan, yomonmikan, rostdan ham o'stiradimi ekan. Meni qoshimni o'stirish kerak emas, qoshimga emas,
to'g'risi kiprigim uchun ko'proq qiziqdim. Kiprigimni o'stirmoqchiman. Men chiroyli tush qo'yib yurmoqchiman. Men juda ham ko'p kiprik qo'yib yuraman-da, lekin hozir kiprik o'rniga tush surib yurishi afzalroq ko'rmoqchiman. Shuning uchun o'zimning kiprigimni yanada tabiiyroq o'stirib, shunaqa ularga uhud qilmoqchiman. Shunaqa gaplar. Keyingisi Baleadan rolikli ko'z tegi uchun, mana bunaqa qorayganlari uchun gel. Buni juda ham nemislar ko'p ishlatadi. Muzdagi, hozir ko'rsataman nimaligini. Qaranglar, mana o'zini mana bunaqa roliki bor. Mana shu rolik muzdek rolikda ko'z atrofidagi qorayganlarni yo'qotadi. Keyin ishib turadi-yu, ertalab ko'zinglarning tegi ham, o'shalarni ham yo'qotadi. Buni ham ishlatib, agar sizga qiziq bo'lsa, keyingi safar video olaman. Qanaqa nemislarni o'zi qanaqa kosmetikalari bor, qanaqa ular ishlatadi, nima zo'r, qanaqa yaxshi, yomonligini ham ko'rsatib o'taman. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada qiziq kosmetikalarni obzor qilib bering, imенно Germaniyanikini deb yozsanglar, men xudo xohlasa bajonidil uni ham ko'rsatib beraman. Keyingisi mana bunaqa Baleadan. Balea bu nemetskiy brend. Faqat shu nemislarning o'zini brendi. To'g'risini aytsam, men har safar kirganimda magazinga nemislarning o'zini mahsulotini juda ham ko'p oladi. Mana hamma qatorlarda hamma narsa kam ko'p tursa, imенно Balea nemislarning o'zini brendi doimo ko'pincha хотя бы 50-60% bo'sh turadi-da. Tez to'ldirib turishadi ular. Hozir borganimda ham mamnundan 3 tami 4 tami qoluvdi, lekin katta joyda rosa o'zini mahsulotini ko'p olishadi. Shuning uchun men ham mashina ishlatib ko'rishga qaror qildim. Bu ham yuz uchun faqat krem. Nargisi serum edi. Bu serum, bu krem. Bu kremni kechqurun ertalab yuz namlanishi uchun, ayniqsa bu quruq yuzlarga vapshe dahshat tushadi. Yog'li yuzlarga esa yuzini yog'lantirib yormaydi, chunki mening yuzim yog'li-da. Agar meni yuzimni yog'lantirib yorganda buni umuman olmasdim. Bu nima uchun? Biz doimo makiyajda yuramiz-ku, yuzimiz namlanishi uchun, tiniqroq ko'rinish uchun. Shuning uchun bu krem. Men buni uchalasini birga ishlataman. Krem, serum va ko'z tegiga shunaqa ichida rolikli siviritka. Shularni uchalasini birga ishlatib, sizlarga yana bir marta aytaman, qiziq bo'lsa, keyingi safar bir hafta, hech bo'lmasa 2 haftada bilinish kerak-da rezultati. Bir haftada ham bilinmaydi, chunki yaxshi produkt 2 haftada, 1 oyda prям zo'r rezultat beradi. Va albatta bunaqa kiprik o'stiradigan siviritkani ham qiziq bo'lsa sizlarga aytaman, chunki o'zimga ham juda ham qiziq. Qoshimga ham suraman, lekin menga qosh o'stirish shart emas. Men juda ham kiprigimni qalinlashtirmoqchiman-da, shunaqa juda ham xohlamayman. Keyingi olgan narsam bu tonalniy krem Fit Me. Maybelline firmasiniki tonalniy krem. Buni men to'g'risi уже 1 yildan oshiqdan beri ishlatyapman-da. Nimaga? Meni yuzim yog'li va ugriga moyillik. Mana hozir umuman hech qanaqa makiyaj yo'q. Ugriga moyilligi bor. Shuning uchun menga kichkina ugrilar baribir har safar toshib chiqadi. Men shuning uchun oddiy tonalniy emas, matoviy tonalniy krem ishlataman doimo. Lekin yuzim nafas olsin bechara deyman-da. Matoviyni ham hech bo'lmasa o'rtacha, yengilroq matoviy tonalniy krem ishlatishga harakat qilaman. Shuning uchun Fit Me'ni olaman. Nimaga? Birinchi o'rinda bu o'rtacha matoviy. Mana bunaqa yuzingizni yopib tashamaydi-da. Agar sizga yuzingiz yog'li bo'lsa, sizga ham tushadi, tavsiya qilardim. Buni plus minuslarini aytib o'taman. Birinchidan bu o'rtacha matoviy. Ikkinchidan yuzingizga surganingizdan keyin shundoq sementdek qoplanib, xunuk bo'lib turmaydi. Ozgina glyansiviy effekti bor. Ya'ni ozgina yaltiratib turadi. Qarang, dvovodnom ham matoviy, ham glyansiviy. Shuning uchun menga juda ham yoqadi. Mana bu yerda yozilgan ham. Normal to only foundation. Plus matte plus poreless. Ya'ni matoviy plus glyansiviy effekti bor. O'rtacha yuzingizni polniy yopib tashamaydi. Hech bo'lmasa nafas olib turish kerak. Yuzingizni har kuni biz makiyaj quramiz. Shunaqa qilib yuzimiz to'lib qoviradi. Shuning uchun ham yuzni polniy makiyaj qilgandan keyin unga to'g'ri uhud qilish kerak. Shuning uchun men Baleani, Germaniyaning mahsulotini hozir ishlatishni boshladim va sizlarga ham bo'lishib o'taman. Juda ham agar qiziq bo'lsa sizlarga. Va keyingisi oddiygina quloq kovlagich.
Shunaqa qilib men bugungi покупкalarimni shunaqa qilib oldim. Ko'proq ko'rgan bo'lsanglar, men uxudvoy narsani hozirda olishga harakat qilyapman. To'g'risini aytsam, oldin faqat menga kosmetika bo'lsa bo'ldi derdim-da. Uxudvoy uncha ko'p olmasdim-da. Hozir tushunyapman. Yuzim shunchalik charchab ketganki, makiyaj qilaverib. Mana bugun даже makiyaj ham qilmadim. Shunaqa charchab ketganki, yuzim ko'proq iltimos menga qaragin deyapti. Sizlarga ham maslahatim, agar juda ham ko'p makiyaj qilsangiz har kuni, baba biz qiz bolamiz, har kuni makiyaj qilamiz, ham o'qishga boradi, kimdir ishga boradi yoki o'zi xohlab uyda o'tirgan bo'lsa ham makiyaj qiladi. Masalan, men o'zim ham har kuni, допустим, uyda o'tirsam ham makiyaj qilish yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham yuzimizga to'g'ri uhud tanlashimiz kerak, to'g'ri bilishimiz kerak. Nima tushadi yuzimizga, nima xohlayapti yuzimiz, shuni hammasini mendan ham kommentariyaga yozib, yaxshi ko'rinmayapti. Shuni hammasini agar yuzingiz qanaqaligini yozsangiz kommentariyaga, men o'zim boricha o'zimni bilganimcha men sizlarga maslahat bera olaman. Agar xohlasanglar, men oldin parfyumeriya magazinda ham ishlaganman. Shuning uchun qanaqa yuzingiz quruq bo'lsa, yog'li bo'lsa, o'rtacha bo'lsa, kombinirованный bo'lsa, qanaqa tonalniy krem yoki uhud tushishini ham ozmuncha bilaman. Shunaqa qilib, bugungi meni kunim shunaqa barakali o'tdi. Aytgancha, chiqishdan oldin soat taqib oldim, qancha qadam yurishimni bilishim uchun va qaranglar, uydan chiqib shu aylanib kelganimcha 7923 qadam yuribman. Почти 8000 qadam. Bu juda ham zo'r, bitta magazinga borib kelish 8000 qadam. Shu soatda anchadan beri taqmayotgandim. Endi bugundan yana taqaman, chunki yaxshi-da, har kuni odam 10000 qadamdan ko'proq yurish kerak, ko'proq harakat qilish kerak. Keyin qancha kaloriya yo'qotayotganimni ham shetdan ko'rsa bo'lardi. Bugundan yana taqishni boshladim. Sizlarga ham maslahat beraman, har kuni 10000 dan ko'p qadam yuringlar, shunda sog'lig'ingizga ko'proq e'tibor bergan bo'lasizlar-da. Bu organizm ham ko'p harakat qilib turish kerak. Buni aytishim shart emas. Endi baribir men ilinib sizlarga shuni aytkim keldi. Shunaqa qilib bugungi kuni meni tugadi. Shunaqa men bilan birga magazinlarga aylanib keldinglar. Rahmat, videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun men juda ham xursand bo'laman va kommentariy yozsanglar ham juda ham xursand bo'laman. Birinchi o'rinda kommentariyani o'qib, обязательно serдечко qo'yib, qo'ldan kelgancha javob beraman. Sizlarga kattagon rahmat. Mana biz 10 ta bo'ldik va oilamiz, shu YouTube oilamiz juda ham sekin xudo xohlasa kengayib boryapti. Sizlarga kattagon rahmat. Xayr.